Speed'dagi yanglishib kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 35-darsini olib o'tamiz. 35-darsimizning mavzusi bizda kalit so'z argumenti bo'ladi. Ya'ni kalit so'z argumenti mana bu yerda argument deb yozamiz. Ya'ni kalit so'z argumenti bizning oldingi o'tgan darslarimizda, ya'ni biz oldin ikkita argument o'tdik. Ya'ni ular joylashuv, ya'ni ularning joylashuvini aniqlab beruvchi va default, ya'ni o'zi joylashuviga qarab har doim har holatda bir xil ma'lumotni chiqarib beradigan argumentlar o'tgan edik. Va bugun esa biz kalit so'z argumentlarini o'tamiz. Va kalit so'z argumentlari esa o'sha aytib turgandek, bu yerda kalit ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Xo'p, kalit so'z argumentlarini misol keltirish uchun har doimgidek biz argumentlar uchun def formulasini ishlatamiz, ya'ni funksiyasini. Va keyin keling bugun masalan salom alik, ya'ni odamlar ko'rishguncha qanday salomlashadi va undagi ma'lumotlarni kiritish uchun, ya'ni kalit so'zlar misolida kiritamiz. Va birinchi bo'lib biz salom alikda salom deb aytamiz, ya'ni ko'rishuv. Salom, qalaysiz, qalaysan, assalomu alaykum, ya'ni o'sha turdagi salomlar. Va ikkinchisi esa u kimligi, ya'ni janob yoki xonim, o'g'il bola, qiz bola, xola, bachcha. Va uni biz masalan kim deb belgilaymiz, yoki Mr. Mrs. ingliz tilida. Va keyingisi esa u odamning ismi va uning familiyasini ham yozamiz, ya'ni familiyani fam deb belgilab qo'yamiz. Va pastdan biz endi kalit so'zlar uchun, ya'ni biz bugun boshqacha yozamiz undan keyingi qatorlarni, va biz print deb yozamiz. Ya'ni bularni biz shunchaki print emas, uni tagidan boshqa narsalar ham yozamiz va buni siz vizomida ko'rib o'tasiz. Print va uni oldidan format belgisi va uni oldidan qavs ochamiz. Va endi biz format belgisini qo'yganimizning sababi esa biz endi ya'ni o'zgaruvchanlik linklarini, ya'ni aynan mana bularning o'zgaruvchanlik linklari sifatida bu yerga yozamiz. Va birinchi bo'lib biz salom yozamiz, ya'ni qanday ko'rishimiz, va undan keyin joy tashlaymiz va u odamning kimligi, ya'ni xolavachcha, Mr. Mrs. janob, xonim, va uni oldidan esa birdaniga joy tashlamasdan ismini yozamiz va ismini oldidan esa joy tashlab familiyasini yozamiz. Ya'ni fam deb yozamiz. Va fam deb yozganimizdan so'ng biz shunchaki endi buni javobini tekshiramiz va pastdan biz boshqa narsa yozishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz salom alik o'zgaruvchanlik linkimizni olamiz va uni ichiga aynan mana bu ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Va biz oldingi, ya'ni joylashuv va default funksiyalarimizni, ya'ni argumentlarimizni biz ayni shunchaki ularni tartib sifatida yozishimiz kerak edi. Ya'ni birinchisida bizda salomga masalan assalomu alaykum, assalomu alaykum yoki assalom deb yozsak ham bo'ladi, uzun bo'lib ketdi. Va uni oldidan esa biz vergul qo'yib, ikkinchisi ya'ni kimligi mana o'zi chiqib keldi. Va kimligi masalan janob, va uni oldidan uning ismi masalan janob Speed, va familiyasi esa har doimgidek tak. Va biz buni print qilsak, ko'rib turganingizdek assalom janob Speeddek. Janobni oldidan biz nuqta qo'yishimiz kerak bo'ladi yoki probel qo'ysak ham bo'ladi, ammo biz mana salom janob Speeddek, ammo biz nuqta qo'ysak chiroyliroq bo'ladi va aynan bu mana bu yerga mister qo'yganda chiroyliroq chiqadi. Ko'rib turganingizdek salom janob mister tak. Va endi bu bizda ya'ni joylashuvlik argumentlar hisoblanib qoldi, chunki biz bularni barchasini ketma-ket qo'ydik. Va biz default argumentlarda esa aynan mana bularni joylashuvini har xil qo'yishimiz mumkin edi. Ya'ni bularni joylashuvini har xil qilib, buni oldidan, ya'ni ma'lumotlarni kiritayotgan vaqtimiz uni oldidan aynan u nimaga tengligini yozib o'tgan edik. Va bugun esa biz aynan teskarisini bajaramiz, ya'ni aynan mana bu yerda ularni tenglashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, kelima bilan qaytaramiz. Assalomu alaykum birinchi salomga teng bo'ldi. Va agar biz aynan mana bu assalomni olib tashlab salom bo'lib qoldi va aynan mana bu yerdan qo'ysak, biza Mr. Tek assalom, ya'ni bu salgina teskaroq bo'lib qoldi.
Va agar biz buni keling mana bu yerdan qo'yib ko'ramiz, Ctrl X qilib. Mana bularni orasidan qo'yadigan bo'lsak, bu bizda umuman xato narsa bo'lib qoladi. Ko'rib turganingizdek, Mr. Speed assalom tag bo'lib qoldi. Va endi biz bularni tartibini, ya'ni e'tiborga olmasdan tebiga aytib o'tganimizdek, bularni shunchaki birinchi bo'lib salom Mr. Tag bo'ldi. Ya'ni biz bu yerdan Mr. Tag, ya'ni biz Mr. Tagni tenglashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lganiga. Ya'ni Mr. Tag bizda kim, ya'ni kimga tegishli ma'lumot hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerdagi kim ma'lumotiga tegishli, ya'ni o'zgaruvchanlik linkiga. Va aynan biz kimni mana bu yerda yozamiz, ya'ni kim teng. Mana ko'rib turganingizdek, bizda aynan mana bu yerdagi kim Mr.ga teng bo'ldi va Speed esa bizda bu yerdan ism teng Speedga va salom esa ko'rib turganingizdek o'zi chiqib keladi. Salom bizda qaysiga teng, ya'ni salomga, ya'ni assalom bizga salomga teng bo'ldi va tag esa bizda familiyaga teng bo'ldi, familiya. Va endi biz buni yurg'izadigan bo'lsak, aynan mana bularni tartibi qancha aralashib ketmagan bo'lsa ham bizda barchasi to'g'ri chiqib keladi, ya'ni assalom Mr. Tag. Va agar biz ya'ni salomni boshiga olib o'tsak, mana bunday qilib olib o'tsak va buni yurg'izsak ham bizda barchasi to'g'ri bo'ladi va bizda salomga aynan mana bunaqa kalit so'zlarni belgilab turuvchi, mana bunday ularni tenglashtirib turuvchi o'zgaruvchan linklar mavjud bo'lmasa ham, ammo biz mana bu yerdagi salomni olib tashlab, ya'ni bularning oxiriga qo'yadigan bo'lsak, bularni oxiriga olib qo'ysak, ya'ni assalom biz oxirida turibdi, ya'ni agar mana bular bo'lmaganda biz assalom bularni barchasini oxiridan kelishi kerak. Ammo biz buni yurg'izadigan bo'lsak, bizda xatolik chiqib keladi. Ya'ni positional argument. Bizda bu joylashuv argumenti hisoblanganligi sababli bizda keyword, ya'ni kalit so'z argumentni ketma-ketligiga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni bizda joylashuv argumentlar har doim boshidan kelishi kerak. Qachonki uni ichida kalit so'zli argumentlar qatnashgandi va shuning uchun ham bizda bu xato hisoblanadi. Va biz agar uni oxiriga qo'yadigan bo'lsak, bunga salomni tenglashtirib keyin qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va aynan mana bunday qilganimizda bizda keyingina assalom Mr. Tag degan chiqib keladi. Xo'p, ya'ni bu bizda o'sha kalit so'z argumentlarini yozish uchun kerak bo'ladigan aynan formula edi va keling endi biz boshqa misol tariqasida har xil boshqacha kodlar bilan ko'rib chiqamiz. Va keling endi biz oldin o'tganimizdek sonlarda ko'ramiz. Ya'ni 1dan 10gacha bo'lgan son, ya'ni for x in range deb yozardik. X range ichida, ya'ni 1dan 10gacha, ya'ni 11gacha yozamiz, chunki oxirgi son kirmaydi. Va endi pastdan print x qilganimizda bizda aynan 1dan 10gacha bo'lgan sonlar tagma-tag bo'lib ketar edi. Ya'ni bir-birini oldidan ketmas edi va oldin biz buni to'g'irlash uchun vergul qo'yib and teng shunchaki bo'sh joy qo'yar edik va ular ketma-ket bo'lardi. Ya'ni aynan oldin biz aynan shu yozgan kodlarimizdagi mana bu ham aynan argument hisoblangan edi. Ya'ni kalit so'z argument, ya'ni bu printni ichida qatnashdi. Demak, bu funksiya hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, ya'ni uning joylashuvini biz aynan tugashuv joylashuviga qo'ydik. Ya'ni bu bizda o'zi mavjud bo'lgan o'zgaruvchanlik linki hisoblanganligi sababli bizda aynan o'sha qatorga bo'sh to'plam qo'ydigan bizda bu ham argument hisoblanadi. Va biz oldin bunaqa ketma-ketlik qo'yishni, ya'ni sonlarni orasiga, ya'ni separate, ularni ajratuvchi joylariga ham qo'yadigan bir kodimiz bor edi va ularni print 1 2 3 1 2 3 4 va 5gacha bo'lgan sonlarni yozib olamiz va ularni oldidan bizda mana bunday bir funksiya bor edi. Ya'ni bizda end ham mana bu yerdagi olib boyni ko'rsatgan end ham u o'zi funksiya hisoblanadi, ammo printni ichida ko'rganda u ham funksiya, ya'ni ham argument bo'lish tarzida ham o'zini ko'rsata oladi. Va buni oxiridan esa biz yana bir vergul qo'yib sep degan
ya'ni separate teng. Bunda biz uni ajratuvchi xohlagan bir narsa qo'yishimiz mumkin. Ya'ni agar biz bunga chiziqcha qo'yadigan bo'lsak, bizda 1, 2, 3, 4, 5 hisoblanadi. Ya'ni aynan bu ham bizda funksiya, ya'ni argument hisoblanadi, ammo bu funksiya tarzida ham ishlatilishi mumkin. Ya'ni biz separate'ni aynan separate joylashuviga chiziqchani qo'yadigan, ya'ni unga link beryapmiz. Ya'ni u tartibi qanchalik boshqacha bo'lsa ham farqi yo'q. Ya'ni biz buni olib mana buni orasidan qo'yorsak ham bo'lmaydi. Chunki aynan bizda bu funksiya hisoblanligi sababli bizda u oxiridan kelishi kerak va keling buni yurg'izib ko'ramiz va xatolik chiqib keladi. Chunki positional argument, ya'ni aytib o'tganimdek, bizda aynan bu kalit so'z argument hisoblanganligi sababli bizda bu joylashuv argumenti hisoblanadi. Ya'ni shuning uchun ham biz ya'ni boya salomlashuv misolida keltirganimizdek assalom so'zi oxirida kela olmadi, chunki u joylashuv argumenti hisoblangan edi. Va bu kalit so'z argumenti, ya'ni kalit so'z argumentidan keyin hech qachon joylashuv argumenti kela olmaydi va shuning uchun ham biz buni o'z joyiga qaytarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bizda bundan keyin esa barchasi to'g'ri ishlaydi va biz bu yerga xohlagan narsa yozsak, bu ya'ni funksiya hisoblanadi, ammo printni ichida bu argument tarzida ham kelaveradi. Xo'p, bugun darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi. Agar siz bu videorolikni shu yerga ishtirok qilgan bo'lsangiz, Speedtech kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.